Assalamu alaykum. Arzuim tam pişiruq salonidagi xanımlar. Bugün ütülmekçi olan dersimiz Özbekçe pişiruq, yani göçlük puruk. Bu göçlük purukimiz ketirgan materiallar bolsa 500 gram un, 100 gram öğünen temperaturası erigen sarı may, bir qo'shiq, yani 3 gram atraf, 3 gram soda, bir qo'shiq tuz, 10 gram xamir turush, 200 gram qatiq, bir dana tuxum, 50 gram süt ketidi. Bu xamirni yoğuruş için ketadigan materiallar. Endi biz oldi bilan 50 gram sütümüzge 10 gram xamir turishimiz to'kimiz xonimlar. Undan keyin bu un shekerdan azroq to'kimiz. Buni aralashtirib xamir turishni eritib olamiz xonimlar. Bu xamir turishimiz eritib ko'p turib olamiz. Buni toza yaxshi aralashtirib qo'ygandan keyin issiq joyga qo'yib 10 minut tindiramiz, ko'p turib olamiz. Ikkinchi qadamda bo'lsa, 200 gram qatiqimizni 200 gram qatiqni solgandan keyin buning ustiga 3 gram sodani solamiz xonimlar. 200 gram qatiqimizga 3 gram sodani solib, buni toza yaxshi aralashtiramiz. Toza yaxshi aralashtirib bo'lib, buning to'piga obayqa ishib qolgan 5 gram un shekerimizni qo'yamiz. Adat kishi ekan qo'ysam bo'ladi. 5 gram shekerni qo'yib, buni chavolgandan keyin buning ustiga bir dona tuxumni qo'yamiz xonimlar. Bir dona tuxumni qo'yib, buni yaxshi aralashtiramiz. Buni yaxshi chavolgandan keyin obaydan tayyor qo'ygan xamirimizni, ko'p turgan xamir turishimizni qo'yamiz. Buni qo'yib, buni yaxshi aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lib, 500 gram unimizni tasqab tuz bilan aralashtirib mana qo'yamiz xonimlar. Mana bu aralashtirib olgandan keyin unni ozroq bir qismini qo'yib, buning ustiga bir qo'shiq tuzimizni qo'yib turib, tasqab turib, mana tushiramiz xonimlar. Mana tushirib aralashtiramiz. Mana xonimlar, buni aralashtiramiz. Az-azını salamiz unni biroz sovatmaymiz. Biroz sovatsak xamirimiz bek qattiq chiqib qoldi. Buni bo'sh holatda yo'g'irish uchun unni az-azını salamiz xonimlar. Xamirimiz bu shunday holatga kelganda, endi buning ustiga sarmayimizni qo'yib, qaytadan yo'g'iramiz.